Ma'lumotlarga ko'ra 2018-yilda Farg'onada 860 gektar maydonda anor parvarishlangan bo'lsa, bugungi kunda qariyb 4.8 ming gektar anorzorlar mavjud. 2024-yil viloyatda 63.5 ming tonna anor hosili yig'ib olinib, 9.3 ming tonnasi qayta ishlash jarayonlariga, 4.2 ming tonnasi eksportga yo'naltirilgan. Anorchilik rivojida yetakchilik qilayotgan Quva tumanidagi 373 ta fermer xo'jaligida 2100 gektar anor bog'lari mavjud. Shuningdek, aholi tomorqalarida 2,5 ming gektar yerda anorzorlar tashkil etilgan. Birgina joriy yilning o'zida quvalik mirishkorlar 25 ming tonnadan ortiq anor mahsulotini eksport qilishni rejalashtirgan. Anor asosan Rossiya, Koreya, Arab davlatlari, Xitoy Xalq Respublikasi va qo'shni davlatlarga eksport qilinmoqda. Shu yetishtirilgan anorlarni dehqonlar nesli nobud qilmasdan, mana yog'ingarchilik bo'lmasdan bizga yetkazib keladi. Bitta bizni muzlatkichimizda anorlar alohida qadoqlanib, sovutish xonalarimizga qo'yib, eksportbop qilib saqlab beramiz. Va mana shu yerdan hamma eksportchilar kelib, chet ellarga, Yevropaga, mana Pribaltikalarga, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlariga mana shu yerdan eksport qilinyapti. Joriy mavsumda Quvada yetishtirilgan anorlar xalqaro standartlarga javob beradigan hamda zamonaviy qadoqlarda Janubiy Koreya bozorlariga ham yetkazib berilish natijasida eksport geografiyasi yanada kengaydi. Ma'lum, Janubiy Koreya qishloq xo'jaligi mahsulotlari importida talab va standartlari yuqori davlatlardan sanaladi. Shu bois har bir mahsulot belgilangan talablarga ko'ra nazoratga olingan. Bu jarayonlarda Quva tumani fitosanitar nazorati davlat inspektorlari tomonidan yaqindan ko'mak ko'rsatilmoqda. Mahsulotni yig'ishdan boshlab qadoqlashgacha bo'lgan barcha bosqichlarda fitosanitar talablariga rioya etilishi nazorat qilinmoqda. Inspektorlar tomonidan anorlar fitosanitar ekspertizadan o'tkazilib, tegishli sertifikatlar rasmiylashtirilmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari hisoblangan, jumladan anor mahsulotlarini daladan to eksportgacha bo'lgan jarayonlarda bevosita ishtirok etyapmiz. Ularda monitoring fitosanitar nazorat tadbirlarini amalga oshirmoqdamiz. Jumladan Quva tumanimizda eksport geografiyasi kengayib bormoqda. Jumladan joriy yilda Koreya Respublikasiga anor mahsulotlarimiz ham eksporti yo'lga qo'yildi. U davlatga zamonaviy qadoqlarda anor mahsulotlari qadoqlanib chiqarilyapti. Bu jarayonlarda bevosita o'simliklar karantini va himoyasi davlat inspektorlari, eksportyorlarimizga yaqindan yordam berib, ularga talab etiladigan fitosanitariya sertifikatlarini rasmiylashtirib bermoqdamiz. Davlatimiz rahbarining qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish hamda qayta ishlash zanjirini rivojlantirish borasidagi islohotlari sabab tumanda nafaqat anor mevasini ichki va tashqi bozorga yetkazib berish, balki uni qayta ishlash jarayonlari ham bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilmoqda. Mevani saqlash va qayta ishlash ilgari uy sharoitlarida amalga oshirilgan bo'lsa, bugungi kunda sohaga yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda. Xususan, mana bu korxonada oyiga 60-70 tonna turli mevalardan tabiiy sharbatlar tayyorlanadi. Joriy yilda 30 turdagi mahsulotlar tayyorlanib, 220 ming dollarlik eksport amalga oshirildi. Shu kunlarda anor sharbatlarini ishlab chiqarish va xorijiy bozorlarga yetkazib berish jarayonlari qizg'in kechmoqda. Prezidentimiz tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlagani biz juda yaxshi foydalanyapmiz. Menimcha bunaqa hech qachon bo'lmagan. Ochib bergan yo'llari, mana chetlarga chiqarishi to'g'risida biz o'zimiz qancha nimalarga borib forumlarda qatnashyapmiz. Bulardan biz juda ham yaxshi foydalanyapmiz. Ko'proq xorijdan xaridorlar keldi. Biz ularga taklif berganimizda ular tabiiy holatdagi anorni mahsulotlariga juda katta qiziqish bildirishyapti. Ichish holatini emas, buni davolash holati, aptekalarda sotish holatini yo'lga qo'yishlik kerak ekan. Endi harakatimiz shunga bo'ladi. Kichikroq idishlarga quyib, agar tabiiy holatda chiqarsangiz, davleniyaga, qonni suyultirishlikka, sahrni pasaytirishlikka xususiyatlari ko'p. Hozir biz yana bu anorni po'stlog'idan choy ishlab chiqarishni o'y fikrini qilyapmiz. Urug'idan yog' ishlab chiqarsa bo'lar ekan, buni hozir o'y fikrida yuribmiz. Shu kunlarda anor eksporti bilan viloyatdagi 70 ga yaqin tadbirkorlar faol shug'ullanmoqda. Nafaqat Quvada yetishtirilgan qayin, tuyatish kabi mazali anorlar, balki Quvasoy shahri, Bog'dod, Toshloq, Qo'shtepa, Rishton va O'zbekiston tumanlarida yetishtirilgan xuddi shunday shifobaxsh anor mevalari ham dunyo bozoriga yetkazilmoqda. Eng muhimi, ushbu yo'nalishda doimiy va mavsumiy yangish o'rinlari ko'payib, aholi daromad manbalari yaratilyapti.